Assalomu alaykum hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Assalomu alaykum Qadamjoy Jahonliqlar YouTube kanalining foydalanuvchilari. Amansizlar-ku, bardingizlarga tinchlik amanlik, uy bilaningizlarga baraka bo'lsin. Men bugungi ko'rsatuvda Xalmiyon murdagi Xalmiyon hozirgi Jengi shahri Bayaman Batir bozoridan yo'ldan sol betida joylashgan Navoiy qanonining jonidan ko'rsatib olib borayotganim. Bu yerda bir yaxshi örnek bo'luvchi ishga ko'zim tushib qoldi. Hozir o'shani nima ekani, qanday bir o'rnak bo'lsa bo'la turgan ekan, qanday o'shadan bir tarbiyalik ma'nosi bor ekan, o'sha joyda sizlarga aytib berayin deb chechdim. Men bilan birga bo'lib turingizlar. Biz bilan birga bo'lib turingizlar. Hozir sizlarga o'sha yaxshi ishni ko'rsatayin. Minaki bu Bayaman Batir Qadamjoy jaqdan kelganingizlar. Bu yerda oshxona, magazinlar bor. Ushul yerda cho'ng bir 4-5 tandir qo'yilib, navoiyxona uyushtirilgan. Jo'shiq Po'latxon oila hukumatining Jo'shiq oilaning turg'uni adashmasam O'rinboyev Malik aka o'shunday bir navoiyxona elga xizmat ko'rsatuvchi navoiyxonani yo'lga qo'yibdir. O'shani sizlarga bu yerda navoiyxonalarda yaxshi assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Buni ko'ringizlar ham. Ehson qutusi deydi. İnsanlarga ehson qutusi. Bu yerda qayrimduluk qutusi, mümkünçülüğü barlar salыңыздар, mümkünçülüğü жоқтар алыңыздар. Tutqan orazınızlar kabul olsun hurmatli Müslüman bir tuğanlar deydi. Buna jönde düşündürüp beresizler mi? Kim? Siz düşündürüp berip qo'yingiz. Assalomu alaykum. Atajoningizni ayting. Mirzayev Erali. Mirzayev Erali aka, buni jönde düşündürüp bering siz. Buni ashi Rustam akam ehson qutisi qilib qo'ydi. O'zi xarajat qo'ydi ro'za kunlari. Yog' bog', makron sakronlarni qo'ydi. Non kimga zarur bo'lsa olib ketdi. Olib ketsa masjidlarga, qiynalganlarga olib borib berdi. Bu ehson qutusi deydi-da, bu yerda bekar bo'ladi barda. Bekar bo'ladi barda. Xarajatlarni olib ketadi. Bunda mümkünçülüğün barlar salgılar defterdə ol qanday? Misal uchun sizin mümkünçülüğünüz bo'lsa bizdeki olib kelib makron nonni, ikkita nonni olib qo'yib solib ketaverasiz. Mümkünçülüğü yo'q odam olib ketaveradi-da. Muhtoj bo'lgan olaveradi, ha? O'ta yaxshi ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, ko'rdingizlar, shunday yaxshi elga o'rnak bo'luvchi ishlarni jasasa bo'ladi. Qayrimdulukni birgina aqcha bilan emas, shunday naturalniy non bilan, produktlar bilan dag'i uyushtirib qo'ysa bo'ladi ekan. Bu navoiyxonachilar Rustamjon jasab turib shuni. Sizlar dag'i o'z magaziningizlarga, bir ishxonangizlarda joniga o'shintib qo'yib qo'ysangizlar bo'ladi. Manaki molchilik, xudoga shukr. O'rnak bo'luvchi ish ekan. Yo, no ese digan de turta. Qopda, baraversa xabar. Hurmatli ko'ruvchilar,
Muna hazır körüp ötkeningizler öte jakşı samalyk bolupdyr, jakşı maksatda kelечекке ahiretibizge öte paýdaly iş bolupdyr. Bardyňyzlardy uşul işten örnek alıp sizler dagы uşunday eksan kutularyny, kayrymdyllyk kutularyny koyup muhtaçlarga özüňizlerdiň magazininizde Erbejana aýtyp ötkende işxanaňyzdarga joldu boýdagı koyup koysaňyzlar öte sonun bolat eken. Bul jerde aýtypdyr, kolundan kelse şartyň bolsa içige salıp koy. Eger muhtaç bolsaň alıp kete ber bekerge dep atar. Akçasyny tölebeýle uşol muhtaç übileler bar diýem. Hudaý wagtly uşunday finalyp yaşaganlar bar. Oşundaylardy uýuşturup goýuňuzlardy sizlerge dagы talap etebiz. Sizler dagы ahiretingizlerge bir jakşı natijaly işlerdi kaltırıp koyuňuzlarga öte şart jakşı eken. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.